Biz o'zbek xalqi, Uyg'ur xalqi ota-onalarimizni hurmat qilamiz, juda ham yaxshi ko'ramiz, boshimizga qo'yamiz. Men o'zbek bilan Uyg'ur orasida hech qanaqa farq ko'rmadim. Bironta bir boshqacha xatti-harakat, na muomalada, na mehmondo'stlikda va umuman barcha tuyg'ularda, barcha insonga zarur bo'lgan xislatlar o'zbekda ham, Uyg'urda ham birdek ko'zimga tashlanib turdi. Umuman bu yoqqa kelib ham xuddi bir begona yurtda yurmagandek, xuddi o'zimni qarindoshlarim, og'a-inilarim orasida yurgandek his qildim. Rahmat. Shu jumladan bizni bir 2 yil oldin, adashmasam 2 yil oldin Mo'minjon do'stimiz shu yigitga internet orqali men qo'shiqlarimni yubordimda, Farg'onada bir qiz bor, qoshi qaro qunduz bor. Shuni uyg'urchaga o'girib bergin dedim, xuddi o'zini qaytarib jo'natib yubordi menga. Men dedi farq ko'rmayapman. Bir xil ekan, qayerini o'zgartirishni bilmadim. Dedi, qanday bo'lsa shunday yana o'zini jo'natib yubordi menga. Keyin demak qo'shiqlarimizni uyg'urchaga o'girishimiz shart emas ekan. U yerda juda ham yaxshi tushunishar ekan. Dedimda, yaxshisi bir uyg'urcha qo'shiq ayta qolay. Shu xalq qo'shiqlaridan. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan. Dedimda, qo'limizdan kelganicha, endi xatolari juda ham ko'p. Ayibga buyurmaysizlar, xato sanamaysizlar. Keyin Xudo xolasa juda ham bir o'sha maromiga yetkazib ijro qilishga harakat qilamiz. Marhamat. Men melenge bağırmayman, Vaydaday mahallanın yolu yaman. Men melenge bağırmayman, Vaydaday mahallanın yolu yaman. Varmayman, görüşmeyman, Vaydaday. Görüşmeymen Vaydaday, yarın yok yaman. Tutarım tavisi Vaydaday ulak iken çalmayman. Tutarımın tarısı Vaydaday ulak iken çalmayman. Bir vafaşı yarımdan Vaydaday, Könlüm kaldı varmayman. Bir vafaşı yarımdan Vaydaday, Könlüm kaldı varmayman. Acep konmaydiken kağa, Vaydaday peşemandeki çağa. Acep konmaydiken kağa, Vaydaday
ketganda voydovda qadrini o'tlar yorga men bu yerdan ketganda voydovda qadrini o'tlar yorga Rahmat. Mana shu yigit endi bu yigitni ta'riflashim hojati yo'q. Sizlar mendan yaxshi bilasizlar. Bizni bugungi kunda o'zbek, uyg'ur san'atini bog'lab turgan yigit desam xato bo'lmaydi. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Juda ham katta xizmat qilyapti mana shu bola. O'zbekistonga borib, u yerdan bu yerga kelgan san'atkorlarni kutib olib, u yoqda ko'pchilik san'atkorlar bilan do'stlashib, juda ham katta xizmat qilyapti. Bugungi hozir ijro etilgan qo'shig'imizni ham asosiy shu yordam berib, qo'ldan kelganicha bizni shu yo'q demasdan butun mehr bilan, muhabbat bilan bizni qarshi olib, kutib olib, o'sha qaysiki yurtga borsang, o'sha yurtda bir do'sting bo'lsa, musofirliging bilinmaydi odam. Shu do'stimiz bor ekan, hech qanaqa chataqchilik yo'q. O'zbekchada muammo yo'q deydi, ha? Muammo yo'q. Shu bolani juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamma O'zbekiston san'atkorlari hurmat qilamiz. Qarshi bo'lmasanglar, Mo'minjondan ham bir ikkita qo'shiq eshitsak. Rahmat. Bir naqshimiz bor. Shu naqshini billa Eysoq deydigan umidim bor. Albatta, sahnaga chiqqanimiz yana bir marta kaypinglarni ko'tarib chiqib ketmasak bo'lmaydi. Sizlarga tanishlik bir kuyimiz bor. Gap bo'libdi deydigan, ha? Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Bir aytinglar. 5 2 Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi, ha? Demak, bilsizlar, to'g'rimi? Birga aytamiz, agar kaypinglar qizg'in bo'lsa, pastga tushib sizlar bilan birga darqamda turib aytamiz, o'ynaymiz. Maylimi? Ustidagilar xafa bo'lmaysizlar, ha? Bir vaqt aytinglar. Maylimi? Gap bo'libdi, qani hamma. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Menga qarab kulganingiz gap bo'libdi. Bir aytimizmi? Bas tushibizmi? Meni so'rab uyingizga kelganingiz, menga qarab uchrashganda kulganingiz. Meni so'rab uyingizga kelganingiz, menga qarab uchrashganda kulganingiz. Meni kutib yo'l bo'yida turganingiz. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi.
gülginimiz gap bo'libdi. Ona qarab gülginimiz gap bo'libdi. Rahmat, rahmat. Yaxshi kayf qildik, ha? O'rtog'imiz bugun o'rtog'imiz, do'stimiz, o'zbeklar o'rtoq deydi. Ozodbek Nazarbekovningki naqsh kechiligi bo'lib turibdi. Bugun men mushu yurtqa sohibxon bo'lish sifati bilan o'tirg'i chiqibdiman. Shu Abay degandek gapni qisqartsak, biz bir necha yildan beri berish kelish qilib, o'zaro sirdishib, muңdishib, do'st bo'lib qoldik. Keraklik bo'lsa biz o'zbekcha nola deydi, endi o'zbekcha puroq, o'zbekcha nolalarni o'rgandik. Keraklik bo'lsa bizdan uyg'urcha xalq qo'shoqlarini, uyg'urcha nola, uyg'urcha puroqlarni o'rgandi. Mana shuningda bizning san'atimiz tang rivojlana oladi, tang taraqqiy qila oladi. Rahmat. Endi biz Ozodbek Nazarbekovni men bilan birga yana bir naqsha aytishga taklif qilmoqchiman. Qarshi olamizmi? Rahmat, rahmat. Ana marhamat. Ağlap kettin, yana sığındım yana. Keçi bağrımda idin, yana sığındım yana. Geçin yer ağlap kettin, yana sağındım yana. Keçi bağrımda idin, yana sağındım yana. Sır aytamam armanga, gül tutamam hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana. Sır aytamam armanga, gül tutaman hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana. Hey! Bana! Keçirmeymen deymenu, yana sığındım yana. Keçirmeymen deymenu, yana sağındım yana. Sır aytaman armanga, gül tutaman hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana. Sır aytaman armanga, gül tutaman hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana. Aytaman armanga, gül tutaman hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana. Sır aytaman armanga, gül tutaman hicranga. Termulaman osmanga, yana sağındım yana.
sığındım yana. Kecha bag'rimda eding, yana sığındım yana. Nechun yiroqlab ketding, yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim yana. Rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Yaxshilab olqishlaydi. Rahmat. Mo'minjon sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Azizlar, ajoyib bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ko'z tegmasin.